Assalomu alaykum. 1941-46 yillarda Ulug' Vatan urushi qatnashchisi qiruvchi uchuvchi O'rin Kamolovning onalari xotirasiga bag'ishlangan voqea hikoyaning she'riy variantini 1993-1994 yillarda yozganman. O'qishga, tinglashga arzisa baxtiyorman. O'rin Kamolovning o'g'illari Mahmud Kamolov. Quyidagi she'rni men ona deb nomladim. Yolg'iz o'g'li ko'z qarosi ketdi bugun urushga. O'zi qoldi so'nib ko'zi, yo'q majoli yurishga. Qariganda yo'q imkoni davri davron surishga. Qonli urush majbur qildi yolg'iz yashab turishga. Yolg'iz qolish o'yi ona ko'nglini xor ayladi. Qalbi qo'ri jon madori yo'liga zor ayladi. To'yib yig'lay desa ko'z yoshin or ayladi. Ichdan to'kib g'am onani jismini bor ayladi. O'ylagandi men o'g'limni ikki qilsam boshini, qavm qo'shni yor aytib yesam to'yin oshini. Havas qildim qo'shni qizni olsam uyga toshini, nevaramni bir suyib so'ng ko'rsam ajal qoshini. Vatanni-ku sotmas o'g'li, undan ona ko'ngli to'q. Xayolida yolg'iziga tegmasmikin deydi o'q. Xayolimni yel olsin deb boshin irg'ab deydi yo'q. Nahotki shu o'g'limga urush qilsa ko'zim so'q. Kechalari uxlamasdan sahar qildi tunini. Ne yeganin bilolmasdan zahar qildi kunini. Kimga aytsin dard alamin chiqarmadi unini. Tiq etsa ham eshik poylar yolg'izining yo'lini. Bir yil o'tmay adil qaddin dol qilib bo'ktona. Yostiqqa qattiq mixlanib yoshini to'kdi ona. Yolg'iz o'g'lin olib ketgan urushni so'kdi ona. Ko'zlarini yo'lga tikib shundayin cho'kdi ona. Alahsirab chaqirardi aytib o'g'lin nomini. Umid bilan, yupinch bilan olar edi damini. Necha kunki qo'ni qo'shni topmayin imkonini soldat qilib kiritdilar aytib o'g'lin nomini. So'nggi nafas, so'nggi damda nomini aytdi cho'zib. So'nggi tomchi chiqar edi ko'zidan asta sizib. Yig'lar edi qo'shni qiz ham, ayollar sochi to'zib. Hatto osmon ham yig'lardi ko'z yoshin to'kib ezib. Mahmud Kamol ham yig'lardi ushbuni she'rga tizib.